Assalomu alaykum do'stlar. Demak, biz ilmiy safarimiz davomida studentim bilan bitta kvartira olib, Airbnb sayti bor, ko'pchilik bilsa kerak. O'sha saytdan kvartira olib, biz shu kvartirada turdik. Mana xabaringiz bo'lsa, finlar dunyoning eng baxtli odamlari ekanligi aniqlandi. Mana hozir biz turgan kvartirani qisman bir obzor qilamiz. Demak, deyarli har bir podyezdda mana bunday tablolar joylashgan. Tabloda mana tilini tanlasangiz bo'ladi. Qaysi avtobus qayerga ketadi, havolar qanaqa bo'ladi, hammasi ko'rsatib o'tilgan bo'ladi. Ko'chaga chiqishdan avval bemalol bu tabloda ma'lumotlar olsangiz bo'ladi. Mana ko'chadagi hozir temperatura 9:57 soat -1 ekan. Hozir hamma narsa fin tilida berib qo'yilgan. Tilini ham o'zgartirsa bo'ladi ingliz tiliga. Mana hozir tilini ham almashtirdim. Demak, ingliz tiliga qo'yib, avval fin tili deydi. Demak, bugungi Saturday, Sunday temperatura berib qo'yilgan 3 gradus. Demak, dushanba, seshanba, chorshanbadan biroz temperatura ko'tarilar ekan. Quyosh bo'lishiga qaramasdan havo biroz sovuq. Demak, avtobuslarni ham batafsil qaysi nechanchi avtobus qachon kelishlari hammasi tabloda ko'rsatib qo'yilgan. Bu kvartira biroz eskiroq deyishdi. Umuman kvartira emas, qurilgan uy. Mana zina orqali ko'tariladi. Hamma joy ixcham, podyezdlar ham, yo'laklar ham juda ham yaxshi izolyatsiya qilingan, sovuq kirmaydi. Mana bu lifti, demak, hissin deb ataladi. 3 kishigacha mumkin. Eski stildagi liftlardan hisoblanadi. Demak, kiramiz. Mana faqatgina eshigi yopiladi. Bosamiz. Qanday foydalanish instruktsiyalari berib qo'yilgan. Keldik. Hozir 3-etajda turibmiz. Demak, mana kvartiraga kiraverishdagi hol. Bu yoqda mana kiyimlar uchun, oyoq kiyimlar uchun joy qilib qo'yilgan. Demak, chapda kichkinagina oshxonasi bor. Muzlatkich, toster, kofe mashin. Bu yoqda elektr plita. Demak, yetishadigan mashina, mikrovolnovый pech. Mana turib choy ichadigan joylar qilib qo'yishgan. Demak, kvartiraga kelib turadiganlar uchun, bolalar uchun ham hamma narsa bor. Hamma sharoitlarni qilib qo'ygan. Mana kerakli narsalar, dazmol, sovun, pisos va hokazo va hokazo. Demak, bu yoqda living room, mehmonxona. Demak, Smart TV bor. Izolyatsiyasi juda ham yaxshi. Ko'cha sovuq bo'lishiga qaramasdan xonalar juda issiq turadi. Demak, bu yoqda kichkina balkon bor. Balkon biroz sovuqroq, mana oynalar ochib qo'yilgan. Chiroyli sharoit qilib qo'ygan. Demak, mehmonxonada bitta yotoq divan qo'yilgan. Spalnida yotoqxonada bitta yotoq divan. Oynalari mana kiyim ilib qo'yishga, bu yoqda ham shkaflari bor. Ichida o'sha mehmonlar uchun kerakli bo'lgan hamma narsalar deyarli
bor. Ko'rib turibsiz, uy juda ham sodda, hech qanaqa hashamat yo'q. Mana qimmatbaho lyustralar ham yo'q. Ko'rib turibsiz, hamma narsa oddiy. Demak, shunaqa oddiylik bo'lishiga qaramasdan, finlar dunyoning eng baxtli odamlari hisoblanadi.